do'stlar va obunachilar. Yana uzum har xil kasalliklarga videoroliklar sizlarga tavsiya etamiz. Uzumda birinchi bosqichi shu po'stloqini 5 yilda bir tozalash kerak. Nimaga deganda o'rgimchak, o'rgimchak hasharotlar hammasi mana o'rgimchak mana ketyapti. Mana shu tuxum qo'yishni boshlaydi. Mana shu tuxum qo'yishni boshlaydi va shu yerda uy qilib, shu yerda tepaga keyin barglariga o'tadi. Daraxt uyg'ongan davrda shuni ahamiyat berishimiz kerak. Keyin mana shu daraxtni agar sog'ilgan bo'lsa, poni sog'ilgan bo'lsa, yo bo'lmasa bir taraflama sog'ilgan bo'lsa, u daraxtingizni abzatdan almashtirishingiz kerak. Yana bitta masala borki, yana bir sabablari borki, daraxtda qo'ziqoringa o'xshaydigan zaharli modda chiqadi. Bu nima sababdan chiqadi? Ya'ni tana zaharlangan bo'lsa, yoki kasallik o'tib ketgan bo'lsa, o'sha daraxtda qo'ziqoringa o'xshaydigan qo'ziqoringa o'xshaydigan zaharli modda chiqadi. Agar o'z vaqtida sepmagan bo'lsangiz, har yili sepib bormagan bo'lsangiz, mahalliy uzumlarda bu narsa ko'p duch keladi. Lekin umri qarishi, abrezkasi noto'g'ri bo'lgandan kesmaslik sabablari va hokazo. Keyin bitta narsaki, uzum qanday gullaydi, gullagandan keyin qanday g'oraga kiradi, qanday changlanadimi, changlanmaydimi, shu haqida nimalaringiz bo'lsa, bilimlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Gullash davri qanchaga cho'ziladi va g'ora yetilishi cho'zilib boradimi, yo'qmi, kommentariyaga yozasizlar. Agar oz-moz bilimlaringiz bo'lsa, bo'lmasam xudo xolasa, agar bilmasalaringiz keyingi yaqin tez kunlarda, keyingi videolarda, yaqin tez kunlarda o'sha haqida ham videolar qo'yiladi. Xudo xolasa, inshaalloh kameraga kelsak, kamerani xudo xolasa tez kunlarda yangilanadi va tiniqlar lo'nda bo'lishi uchun va tez tiniq ko'rinishi uchun. Keyin bizlar tepa qismda bizlar kundani ko'p qo'yamizda. Abrezka qiladiganlarga, agar gektar bog'imiz bo'lsa, abrezka qiladiganlar bilan dogovor qilsak, kundani ko'p qo'yishadi va novdani yil davomida ko'proq qo'yaveradi, kundani qisqartirmaydi. Katta tub bo'lgan daraxtlarda 45 ta 60 ta kerak emas. Примерно 30 ta atrofida, 32 ta atrofida bo'lishi kerak. Yoshi 20 yoshga yetgan bo'lsa, undan ziyodi kerak emas, chunki daraxt uyg'ongandan keyin, ko'klabdan keyin mevaga kirgandan keyin, kurtagidan mevaga kirgandan keyin abzat o'sha vaqtida siyraklashtirish vaqtingizni oladi. G'o'rali vaqtida sizni vaqtingizni oladi, vaqtingiz, soatingiz ketadi. Ishchiga beradigan rasxodingiz ko'payadi. Ishchi xizmat to'lovi sizga qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun abrezkani o'sha davrda siyraklashtirsangiz, novdalar siyrakroq bo'ladi. Ishingiz tez oldinga ketadi. Dorilarga kelsak, har xil preparat dorilar olish tavsiya etilmaydi. Keyin pishadigan davrida nurel abzatini sepilmaydi. Nimagaki, nurel qizartirib qo'yadi.
mevani dorini ta'm beradi, meva irishni boshlaydi. Pishayotgan davrida Nuril va boshqa dorilar sepilmaydi. Faqat sho'rga qarshi sepiladi. Dozasi past miqdorda bo'ladi. Cho'miltirmash kerak bo'ladi. G'ora endi kirayotgan davrida cho'miltirmash kerak. Qotirib qo'yadigan dorilari kerak emas, chunki yiriklashadigan davri bo'ladi. Uzun boshlari kattalashadigan davri bo'ladi. O'shanga bir ahamiyat berishimiz kerak. Kimyoviy preparat sotadiganlar har xil nimalar tavsiya etsa, sizlar o'shanga ahamiyat berishingiz kerak. Bergan narsasini ko'tarib kelaverib sepavermish kerak. Firmasini so'rash kerak, qaysi firma bu dori, qaysi firmada ishlab chiqarilgan, qaysi davlatda ishlab chiqarilgan, necha foizlik ta'siri qanday, kasallikka odamning organizmiga ta'siri yo'qmi, kelajakda iste'mol qilganda odamning organizmiga ta'siri yo'qmi, o'shanisini bilib kitobi chiqarilgan. O'sha kitobni o'qib, dorisini o'zi tanasida kitobi bor, kimyoviy preparat sotgan nimasida bor. O'shalarni olib turib, dorini olganda o'qib turib olib sepishingiz mumkin. Dozani ko'paytirib olishmasangiz kerak. Doza norma bilan bo'lishi kerak. Dorilar vaqti bilan sepilishi kerak. Bog'lari tagida o'tlar bo'lmashi kerak. O'tlar bo'lsa shudring bo'ladi, battarga kasallikga avj oladi. Mahalliy uzumlarda shunaqa kasallik avj oladi. Ahamiyat berishingiz kerak. Keyin ko'plar meni mazza qilishadi, yo tushunishmaydi, chunki saviyasi past odamlar negativ bo'lishadi. Chunki agronomlik sohasini o'qimayapti va bilimi yo'q, saviyasi past. Shunaqa insonlar ro'para bo'laman, sen ishingni yig'ishtir, sen kasbing emas va hokazo shunaqa masalalarga duch kelyapman. Meni maqsadimki, xalqqa foydam tegish, yurtga foydam tegish. Faqat uzum emas, boshqa mevalarni ham sifatli qilib qimmat sotish va xaridorlar, iste'mol qilganlar sifatli meva olish. Qimmat bo'lsa ham o'shalar puliga oladi. Xorijga eksport qilishga bo'lsa ham qimmat narxda bo'lsa ham olishadi. Chunki mahsulot sifatli bo'lsa, talabga javobli bo'lsa, o'sha mahsulotni oladi sizdan. Qo'rqmasdan bog'ingizdan kelib olib ketishadi. Shartnoma qilasiz, shartnoma asosida topshirasiz. Husaynlarga kelsak, Husaynlar Rossiyaga borishi kam miqdorda xolodilnikdan chiqarilgandan keyin qorayib qolishi bor. Bozorlarimizda sezon vaqtida Husaynlar ko'p turmaydi. Nimagaki tarkibida ko'p dori sepilgani sababli qorayib qoladi. O'sha tarkibida dorini ko'p qilmash kerak. Tarkibida analizda o'tgan analizga dushanbaga olib borganimda, analiz qilganimda tarkibida qand moddasidan ko'ra dorisi ko'p chiqdi. Qand moddasi shirin, lekin u darajada emas, lekin dorisi kimyoviy preparati chiqdi. Shuning uchun bozorda ko'p turmaydi, bir kunda qorayib qoladi. O'shani oldini olishimiz kerak, yechimlarni topishimiz kerak va bog'ni sifatli qo'yishimiz kerak. Ko'p hosil qo'ymashimiz kerak. Xoh Husayni bo'lsin, xoh qora uzum bo'lsin, xoh qizil uzum bo'lsin, hosillarni ko'p qo'ymashimiz kerak. Norma qilib qo'yishimiz kerak. Sredni norma qilsak, o'sha kilo bo'ladi, o'sha vazn bo'ladi. Qimmatroq sotasiz, yaxshiroq narxdan. Keyin hasharotga deb pishadigan davrda, yopishgan davrda shirasiga deb, hasharotga deb yo shirasiga deb har xil dorilar olmanglar. Rangini qizil qilmaydigan, postini ichiga ta'sir qilmaydigan preparatlar bor, ular qimmat. O'shalarni sepish tavsiya etiladi. O'zi maxsus bor uzumniki. Yevropada shundayki, o'zini maxsus dorilarni sepishar ekan. Tanasiga alohida va bahorga keladigan davrda alohida, hosil terib bo'lgandan keyin o'sha davrda ham kimyoviy preparatni ishlatar ekan.
Undan keyin g'o'rali paytiga pishadigan davrida kam miqdorda bo'lar ekan. U ko'p sepilmar ekan ularda. Ularda haddan ziyod ko'p sepilmar ekan. Men onlayn orqali dars olyapman, shunga ko'rdim. Ularda faqat tanaga ko'proq ishlov berilgan, tanaga sepilar ekan, novdalarga ko'proq sepilar ekan. Bahorda keyin sepilar ekan. G'o'rali paytiga pishadigan davrda ko'p sepilmar ekan. Ular foizi вообще-da kamroq, foizini yana 5% ga qisqartirib sepilar ekan ularda. Ularda shuning uchun uzumlar qimmat sotiladi, supermarketlarda qimmat, eksport qilish salohiyati kuchli ularda. Salomat bo'linglar. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam yo tushunsiz bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Kattakon rahmat sizlarga.